Assalomu alaykum azizlar. Ayni paytda Masjidul Nabaviydamiz. Jamoamiz bilan asr namozidan keyin suhbatlashib o'tiribmiz. Hozir hoji akamizdan bitta shedevr she'r eshitamiz. Videoga like bosing va siz ham uni umradosh sinfdoshlaringizga jo'natib qo'ying. Assalomu alaykum azizlar. Ushbu she'rimni Makka Mukarramada ijod qilib yozdim. Nomini sinfdoshlar yoki umradoshlar deb nomladim. Sinf xona asli o'zi bu dunyo. Yer u osmon hududi aro. Hayot degan maktabda go'yo o'qiyapman haliyam. Har bir tongim ilk qo'ng'iroq. Har bir xuftonim so'nggi qo'ng'iroq. Ko'rmaganim ko'ray deb, bilmaganim bilay deb, ikkimni besh qilay deb o'qiyapman haliyam. Shu maktabda ulg'ayib o'sdim. 55-sinfga ko'chdim. Xato qilsam koyima do'stim, o'qiyapman haliyam. Sinfdoshlarim turfa xil, birisi saxiy, birisi esa baxil. Goh talashib, goh bo'lib ahil, o'qiyapman haliyam. Sog' bo'linglar, umrlar uzoq bo'lsin eshitganlar. Bitta like bosib qo'yinglar. Maşallah. Ka'ba devori tegdi yuzimga. Bu vaqtdan noz kelmam o'zimga. Bo'ldi bu kunlar bayram ko'zimga. Sevga yetishdim alhamdulillah. Maşallah. Og'zimga tegdi suv obi zamzam. Bu vaqtdan bo'ldi-ku yuzi ko'zimdan. Maşallah. Olib borayin do'stlarimga ham senga yetishdim alhamdulillah. Elhamdülillah. Bordim Minoga, chiqdim Arofat, toshlarda yotdim, jon oldi rohat. Aslida bu saodat mengadir odat, senga yetishdim alhamdulillah. Elhamdülillah. Muz alifadan tosh terib oldim. Shaytonga otib boshini yordim. Maşallah. Yo'ldan urganni qasdini oldim, Maşallah. senga yetishdim alhamdulillah. Elhamdülillah. Berdim salomlar Rasulullohga, duolar qildim yig'lab Allohga. Berman bu kunni Zarutullohga, senga yetishdim alhamdulillah. Yig'lab kelgandim, kulib borilman, iymon nuriga to'lib borilman, senga yetishdim alhamdulillah. Sog' bo'linglar, alhamdulillah. Salomat bo'ling. Allah razı olsun. Salomat bo'ling.